yonimizdagi kelinlarimiz bizga har doim beminnat xizmat qilib yurishgani uchun biz ularga doim rahmat ham aytavermaymiz. Lekin uyingizga xizmatkor olib kelsangiz, ham rahmat aytasiz, ham pulini berasiz, ham duo ham qilib qo'yasiz. Lekin biz o'sha kelinlarimiz qanaqadir xato kamchilik qilib qo'ysa, yo ovqat tuzini past qilib qo'ysa, sho'r qilib qo'ysa, nimadir xizmatida kamchilik bo'lsa, doim yuziga aytishni bilamiz, aytamiz ham. Lekin sidqidildan xizmatini chiroyli qilib qo'ygan kuni rahmat aytmaymiz. Agar shu kelinlarimizga sidqidildan qilgan mehnati uchun, xizmati uchun bir og'iz bolam rahmat, xizmatingizga rozi bo'ling deb chiroyli qilib duo qilsangiz, yonidagi inson rahmat, qo'ling shirin chiqibdi, qo'ling dard ko'rmasin desa bir og'iz shu oila a'zolari, o'sha kun davomida qilgan mehnati, undan olgan charchoqlari birpasda yoyilib ketadi. Shu ikki og'iz shirin gapi uchun.